Assalomu alaykum, hurmatli Vatanos kanali obunachilari, kanalimizdan mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Orsoqol qishlog'ida, ya'niki eng katta gidravlika zavodlaridan bittasi Turbo gidravlika zavodiga kelganmiz. Bu joyda narxlari ham o'ta qulay, hamyonbop. Undan tashqari yana bonuslari ham bor ekan. Xudo xolasa mana shu videomiz like bosib tursiling. 500 ta like yig'sa, bir donadan mana gidravlika qo'yib beriladi. Kommentariyadan aniqlanadi g'olib. Agar 1000 ta like yig'sa bitta mana gidravlikamizdan, agar 1,5 ming ta like yig'sa bitta mana katta gidravlikamizdan berilar ekan. Like'ni bosamiz. Keyin kommentariyaga yozib qo'ysangiz, xudo xolasa kommentariyadan g'olibni aniqlaymiz. Keyingi safar kelganimizda video qilib g'olibga topshiramiz. Assalomu alaykum, Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Siz bo'lyapsizmi? Muxlislardan bir qator salomlashib videoni davom ettiramiz. Tuzumsizlar. Endi eng asosiy narsasi shu gidravlikani bitta motorlar bilan maxfiy ishlarini ko'rsataveramiz. Keyin gidravlikalarda bir ro'shan tanishtirib ketaveramiz. O motorlarimiz hammasi 6,5 kilovatdan aka. O alyuminli, o misli variant aka. O setkalar aka, teplazashtalari bor aka. Setkalar turli xil bo'ladi gidravlikani aka. Yorma, qo'ybob, mayin aka, qo'ybob aka. Qo'ybob. Mana makka yormaga, bu katta mol, mana qo'ybobi, bu buğdayga, mayinaga. Mahaylari aka. Mana quymami? Quyma zavod shu mahay bo'ladi aka. Bolg'achalari ham bor. Tishi nechta aka? 22 talik pichoq aka. Pichog'i 22 talik og'ir mahayli. Motorlarimiz alyumin mis motor. Hammasi 6,5 kilovatdan. Shunga bo'lib o'sha 22 kilolik, 25 kilolik motorlar, original 25 kilolik, 22 kilolik motorlardan qaranglar. Mana Samara. Original motorlar. Bularda hech qanday naqasi o'zalik kuchlanish kelsa, anaqa tashlab oladigan, nima deydi buni? Tepla paplovoy deydi, o'zida zavodlar ham bor. Bundan tashqari galilkalarimiz bor. Galilkalar necha puldan aka? Galilkalarimiz 600 mingdan aka. 600 mingdan Atrabonga bu? Atrabonga aka. Atrabonniki. Hokaga ham bormi? Hokanikini ham zakaz qilsa yasab beraveramiz aka. Motor puldan bo'ladi Hokanika aka. Hokanikini ham xuddi o'sha 600 mingdan qilib beraveramiz. 600 mingdan. Atrabonniki ham, Hokaniki ham bor, aloqaga chiqaverasizlar. Endi mana gidravlikalarimizni ko'rsatamiz. Gidravlikalarni ham narxi o'ta qulay qilib qo'yibdi. Narx qarang. Aka, mana shuni bir tushuntirib yuboring. Aka, bo'limiz 6,5 kilovat, 3,5 ming oborotli aka. Hop, narxi 1,8 million so'm aka. Alyumin motor, ha? Alyumin motor narxi 1,8 million so'm. Shuni hisobga olib qo'yinglar. 6,5 kilovat, 3,5 ming oborot. Hozir ishlashlarini ham bir qator ko'rsatamiz. Setkalar qayerdan tushadi aka, bu setkalar? Setkalar yonboshdan chiqadimi, yonboshdan kiradi? Yonboshdan kirib chiqadi aka setkalar. Setkalar ham yondan shuni kirib chiqadi. O'ta qulay. Ayollar ham kirgizib chiqaraveradi. Setkalarni kirib chiqishi ham hech qanday muammosi yo'q. Listlari ham qalin listdan, metlari ham qalin, ha? Qalin listdan yasalgan. Qalin listdan yasalgan. 1,8 ming so'mdan dastavkasi kelishilgan holatda. Dastavkasi kelishilgan holatda Dastavkasi kelishilgan holatda agar qo'ni qo'shnilar ko'proq olsalar, xudo xolasa yetkazib beriladi, vodiy bo'ylab. Xudo xolasa agar 2-3 ta olib qo'ysalar, vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Keyin mana kuzuvi kattaroqlardan bor. Buning narxi necha pul aka? Bularga aka alyuminligi 2,3 ming so'm, misliga 2,5 ming so'm aka. 200 ming so'm farq bor aka. Alyuminligi 2,3 ming so'm, misliga 2,5 ming so'm. Mana holatlari setkalar qo'yilgan. Bunda ham mana komplektida mana don chiqaradigan moslamalari qo'shib beriladi hammasiga. Hamma o'ta xil setkalari hammasi qo'shib beriladi. Mis motor bilan alyumin motor 200 ming so'm farq bor. Nargimda ham agar mabodo mis motorlisini olaman desa, 200 ming so'm farqi bor. 2 millionga tushar ekan, mis motorlisi. 2 millionga tushadi, lekin tok past bo'lsa alyumin motori yaxshi, tok baland joylarga mis motori yaxshi aka. Qani yosam 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi, bir marta ishlatib ko'rsatamiz. Buni ham, bunikini ham hammasini ishlatib ko'rsatamiz. Videoga like bosib Molbob setga qo'yilgan holatda qarang. Birinchi bayta qo'yib chiqaramiz. Ko'radi. Ketdi. Tamam, sen. Doğru. Mana somon bilan makka qo'ygan chiqardik, qarang. Semizcha holatida. Bu eng yirik setga qo'yilgan mana. Setkasini qo'yinglar. Eng yirik setga qo'yilgan mana makka qo'ygan bir xil somon bilan. Qarang, ichida aralashib mana makka.
yo'q bo'lib ketdi. Silosga tomonda aralashtirishgan zo'r. Agar agregatda makka qo'yib bo'lsa, mana shuni chiqarib silos qo'ysangiz ham bo'laveradi. Qanaqa Silos qilib bosib olsa ham bo'laveradi. Silos qo'yib, ana tamomini aralashtirib bemalol beraverasiz. Lekin ishlashlariga gap yo'q. Bitta aylanmagandan keyin bu chiqaraverar ekan aka. Ha, chiqaraveradi. Baquvvat. To'xtashi ham qarang. Mana listlari ham qalin. O'ta baquvvat narsa ekan. Endi mana 1800 mingdan bitta ishlatib ko'rsataylik. Tamam, bunisini ishlatmadi. Qimmatini ishlatib demasin. Bunisini ham bitta ishlatib ko'rsatamiz. Keyin bundan keyin don chiqarishini ham bir ko'rsatib beramiz sizlarga. Aha. Buni ham ishlashlariga garantiya aka. Ishlashlariga garantiya. 1800 ming. Ishlashlariga garantiya bor buni. Ketdi mana. Ular Sotib beraveramiz. hozir mol bobida chiqaradi mana qarang. Mol bob setkasi qo'yilgan. O'zi mashina normalniy lekin bor. Bundan boshqa o'tamayin bu ketadi. O'zi sentishidan yuqori irqiroq. Agar qo'y bob setkasini qo'ysa ham xuddi shuni ishlaveradi bu. Ha, xuddi shunday ishlayveradi. Xolasi bitta qo'y bobda ham Qo'y somon bobdan bitta qo'yib bo'lmasam bitta somon chiqaradi. qo'y bobda ham somon chiqarib beraveradi. Mana qo'y bob setkasi. Qo'y bob ketganmiz. Simchi ham bıçağıdan olmayın. O'zi layin qilib beradi. Mana ko'rdingiz chiqarishlarda hech qanday muammosi yo'q. Bemalol aloqaga chiqishdan mumkin. Endi bitta dona ishlab ko'rsatgan ekan donlar. Qarang mana makka, mardayli makka bilan. Mardayli makka bilan mana holatda chiqarib beramiz. Qaysi setgan qo'yamiz ekan endi? O ukalanganiga makkaga buni qo'yamiz aka. Keyin mardayi bilan Yirigini qo'yamiz. yirigini qo'yamiz aka. Mardayiga buni qo'yib chiqarib beramiz. Hozir ukalangan holatiga buni qo'yib chiqarib beramiz. Ketdi mana. Setkasini qo'yishdan ko'ryapsiz. Ishlataveramiz. Mayinligini qarang. Kepak holatiga, kepak. Tepa holatda. Mana. Bitta. Qarang. Mayin atalab bo'pti. Atalab bemalol atalaga o'tiraveradi. Tep bersa ham bo'ladi. Tepa bersa ham bo'laveradi. Endi bitta mardayli makkani hisob ko'rsatamiz katta setkada. Endi aka bu yorma holatda. Yorma holatga chiqarib beramiz. Mana yorma holatda qarang. To'tali makkani chiqaryapti. Buni ham holati mayin holatda lekin. Mana shu ham bo'larasiz bergan agar jo'jalarga don chiqarib bersang bo'ladi. Qarang. Bu yorma holatda mayin setkasi, Mana shu kepak holatda. tepa holatda. Almashtirib. Ishlashlariga gap yo'q lekin zo'r. Bemalol aloqaga chiqaversa nomer deb oling aka. Nomer 91 119 119 96 53. 96 53 mana shu nomerlar ekan. Rabbiga yozib qo'yilgan. Turbodir hozirlar. 91 119 96 53. Motorlariga 1 oyga, o'ziga 6 oyga garantiyalari bor ekan. Motorga 1 oy garantiya beriladi, kuzovga 6 oy garantiya 6 oy beriladi. garantiya beriladi. Bemalol aloqaga chiqsang agar bironta muammo bo'layotgan bo'lsa, mana qarang. Jabralari ham bor ekan. Ichkariga tortadigan. Changda, Aha. tashqariga chiqarmaydi, faqat chiqaradi faqat. O'ziga qaytarmaydi-da. O'ta qulay. Shu bilan videomizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videoga like bosmaganlar like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib ko'rsa rahmat. Hammaning chorvalarga Alloh baraka bersin. Chorva boqinglar, chorvada baraka bor. Qarang mana. Birinchi qo'l. Aloqaga chiqarasizlar.